Unda o'z mukofotlarni anglab o'tdik. Programmamizni rasmiy boshlab ketgan bo'lsak, programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Rahmat. Sana eytay anlayğın kızca, muhabbetke kılmayğın çakça. Sevgimizden bulsun bahari, gerek emes yalgan muhabbet. Sevgimizden bulsun bahari, gerek emes yalgan muhabbet. Aldılar özünüzü bir konuşturup etken bolsanız. İsmim Mahmud Cavab Topor, Qashqar Yangisaardan keldim. Hozir turish o'rnimiz Urumchida. Urumchida nima ish qilyapsiz? Mishada hozir bir o'yin qo'yish shirkatini bir akamiz bilan birlashib, bir o'yin qo'yish shirkati etish oldida. Hamsi navaqda bir o'yin qo'yib bir praktik qila olay debsiz-a? O'yinni qanday qo'yib ketadi? Uzundan yaqin shu naqsh muzik ijodiyat ishlar bilan shug'ullanaman. Hem tekst yozaman o'zim. Şuna bundan burun naqshlarimni ko'pincha boshqalarga berib kelgan. Endi o'zim bir aytib o'zimning naqshlarimni. Bir navada bir o'zimga bir mushbaliq namoyon baqay bir ba'zi namoyon baqay deb keldim. Hamsi boshqalarga berib keldingiz necha vaqt bo'lgan ijodiyatingizni? To'g'ri. Pulga berdingizmi vikag'imi? Yaqinroq do'stlarimga vikag berdim endi. Ozroq o'zimga iqtisodiy kirim yaratdim. Pulga berdim degandi bundalar. Bo'ldi, o'yin qo'yish shirkatini kundan kunga taraqqiy qilib, butun Abdul rayonimizga to'nilib ketishini umid qilamiz. Rahmat. Biz birlikda bog'liq ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Assalomu alaykum Mahmudjon. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz navbat sahnimizga. Rahmat. Babayqi naqsha o'zingiz ijodiyatimi? Tekstchi. Tekstchi mening yaqin bir do'stimniki. Mana tekstim shunday yaxshi yozilibdi. Melodiyasi endi hozirgi o'sha yoshlarga xos. Hozirgi yosh bolalar mustaq naqshlarni jiq etidi. Mustaq midi muzikalar mustaq ishlatib, ya gitarlar bilan, hozirgi zamon muzikalar bilan mustaq to'rda sahnalarda mustaq naqshlarni ko'p etadi. Yosh bolalar. Bu naqshlarning belki indemiz qurilmasi naqshning rasm bo'sh naqshning shakli qurilmasi rasm bizniki
resmi Uyghur halk nakşlarımızdan, Uyghur has nakşlarımızdan ki taza yakın bomatı çazıkmış nakşlar. Nurgulluğa müştak tor nakşları çıkıvadı derdi. Bazıları hakikaten çıraylık. Adam ağlısı şundak təsirlidir. Siz o nakşımız şundak çıraylık melodiyası şundak yaxşıken. Endi müşnadaki milli haslığı halk nakşısının resmi Uygur'un bir halk nakşısının azırak bir ximiy turuşu buluş gerekti. Ximiyyini juğagan çağda ximiy turuşunu salımız emas mı? Ximiy turuş çoğum aşı Uyghur nakşının nimesi çıkış gerek. Bu nakşım hem de bundak digilim hem de Uyghur nakşı emas digilim emas. Şunu tekrar bu şu cihette izlenseniz sen köpürek halk nakşını çık anlasanız bunun deki icadiyetinizga tekrar yaxşı buldu. Bu birincisi. İkincisi avazınız cama yaxşı sizden. Bu nakşının bu 3. komitinin evcisi helal igizke. Eşeğe bimalal şundak yaxşı çıktı. Şunun qaraganda siz bayatın dediniz oyun koş nimesi şirketi kuruvatımız deb. Demek bu cihette sizden özünüz işençiniz olmasa bu şirketlerini kurmaysiz. Şundak mı? Doğru. Muşu kesipni resmi siz şeyip yaxşı görüp, muşu kesip kızıkıp, muşu kesip atılınıp siz. Yaxşı. Bundan keyin muşu kesiplerinizde utuq kazanışınızga ümit kılıyorum. Rahmet. Rahmetli Şetka. Salam Mahmudcan abla. Aleyküm Hoş selam. geldiniz. Avazınız dairesi tarraq lekin to'g'ri yaxshi bir ovoz ekan. Müzik sezimingizmi alayda yaxshi ekan. Kerak emas namliq bu o'z ijodiyatingizni xeylilar zamonaviy yangicha uslub bilan muzikasini ishlabsiz. Naqshni sahnada xeylilar mardona yaxshi o'rinladingiz. Sahna kiyimlaringizmi yarashimliq bo'pti. Texmo jonliq, texmo ishonchlik bo'ling. Omad tilayman. Rahmet. Bo'ldi Mahmudjon. Siz marham ağaçlısınız. Bizning naqshimiz bosqichidagi 1-numurlik moyirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 2-numurlik moyirimizni taklif qilamiz.
Aleykümselam. Al öyle özünüzü bir tanıştırıp etken bolsanız. Assalamu alaikum. Navab programımızdaki barlıq tamaşalılar. Assalamu alaikum hürmetli ustazlar. 2 mayı Börtlarlıq dostunlar Mehyar Merdan'da sizlerge otluq salam. İsminiz Məhliyar Merdan. Birinci qitim anlaşım mı isimni? Mahliya deb anlab baqqan. Ya Mehliyar deyin. Mahliyar şimdi Mahliya deb anlab baqqan manda isimda. Biraz kelsa biraz men shaxsan tunji qitim anlaşım. Balkim tamojg'ullarning shunday o deyman, ha. Sizning urug' tuqqanligingizdan boshqalarniki demaksan endi. Bugun cho'nglardan keldimi bu sanimizga? Keldi. Kim keldi? Apam keldi. Shu ko'k kiyim kiyib olgansizni opangizga deyman. To'g'ri. Dagak chavoqchag'ini. To'g'ri. Qarshi olamizda xush kelibsiz sahnemizga. Rahmat. Mahliyar. O'qiysiz aqchan? O'qiyman. Nerede o'qiysiz? San'at maktab. Xinjiang san'at institutida. Nim kasbda? O'zim muqam kasbida. Muqam kasbidami? Tayyorlik o'qitamsiz yoki kasb chiqib qoldingizmi? Kasb chiqmadik. Tayyorlik o'qitamsiz. Unda bo'lsa Navoiy sahnimizga qanday bir maqsad bilan kelib qoldingiz bu ishga yig'iz muqam o'rganmay turib? Endi o'zim mush kasb bo'lgan ekan, ham mush Navoiydan qiziqman. Azroq bo'lsin shu hunarimni ustozlar ko'rsatsam, shulardan azroq bo'lsin fikr berish uchun sahnaga chiqdim. Yaxshi bo'pti. Burun Navoiy sahnasiga kelishdan burun bu hunaringizni boshqa yerda ko'rsatib baqqanmi yoki ko'rsatib baqmaganmi? Endi maktabda bizni bir qitim shu Tenjin apagan. Uyan qo'yg'ini. San'at instituti debmi? Tenjin apirib, uyan qo'ydirib, endi yinib kelgan. Shu bir qitim sahnaga chiqish ekan. Tenjin berib naqsh etdingiz. Kollektiv etdingizmi yoki kollektiv maqsad turib muqam etdingizmi? Yaxshi. Bo'ldi unda bo'lsa, kasb chiqmagan bir o'quvchi sahnamizga kelibdi. Unda bo'lsa, bizning bog'lovchi ustozlar qanday berdi, baho berdi bir anglab o'taylik. Ama Mahliyar, men naqshini natijalliq, ovozim shundoq yaxshi o'rladim. Rahmat. Lekin bu naqshni qanday chiqib bir anglab o'zbekning bir shivlari bor, bir naqshlari bor. Shuna o'xshab qoladi-da. Ammo seziming, sahna qiyofatlaring, ovozing shunchalik yaxshi ekan. Bundan keyin shu muqam kasbiga texnik qiziq, ishtiyoq bog'la. Shuni hozirdan tortib 100 ishtiyoqing bor, shuni uygan. Anandan keyin sen kelgusida bir o'rilmas daraxt bo'lsa, ulug' ching olmasa bo'lmaydi. Bir Uyg'ur xalqiga yaramli san'atkor bo'lman deylikmi? Oldida ulug' ching kerak. Muqam xalq naqshini cho'qib o'rganishing kerak. Shu orqali hozirgidek ashta jushqun, tempisi jushqun, xalq olsa voydek mandaq naqshini Uyg'ur xalqiga xos naqsh vaqt ijod etgan chiqdi. Sağ ol, tilayman. Zo'r rahmat. Rahmat aka. Ovozingiz sharoiti shunchalik yaxshi, yo'riq bir ovoz ekan. Naqshinimi xilili jo'shqin, yaxshi o'rlab berdingiz. Ustoz qizimizmi larzan usul harakatlari bilan sizga yaxshi moslashib berdi. Bayqa boshqa fikrlarni ustozimiz deb baydab o'tdi desa turaydim ma'lum. Mening men tavsiya qildiganim shu. Siz naqsh etganda ozroq burun ovoz, dimoq ovozi shiltish odati bor ekan. Shunga siz muqamda o'qiyotgandan keyin cho'qim bu illatlarni baraqli tashlash kerak. Naqshda ovoz ilmida cho'qib to'g'ri bo'lgan, mukammal bo'lgan, to'g'ri ovoz chiqarish qoidalarini o'rganishingizni tavsiya qilaman. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat. 2-numurluq mayrimizmi o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Undan o'zi qizg'in alqishlar bilan 3-numurluq mayrimizni saklik taklif qilamiz. Marhamat.
Assalom. Programımızga xush kelibsiz. Rahmat. İsminiz? Abdurrahim. Abdurrahim Ababekli. Nereden geldiniz? O'zininki Jeliznayisida. Olcan Jeliznaysda. Molotovda Yezdan keldi. Ha, Molotov tez. Yezdan. Ha, ha, ha. Bu yerda nima ish qilasiz? Teraqchilik qilamsiz yo boshqa shu? Hozir tijoratchi, burun naqshlarni etib. Ha. Naqsh bilan tijorat qilgan. Yo'q, naqsh qiziqim o'zi. Dadam uyda duttalar chaladi, otamlar chaladi, duttadan bilani. Ha, siz naqsh etasiz. Shuni bilan men ish san'atga juda qiziqmaydi. Ha. Naqshga. Shunga chiqam, shu navoga. Ustozlarning oldida o'zimni kamchilik yerlarini Ha. Bilib baqaydapman. baqayda keldim. Yaxshi bo'pti. Ikkimiz birlikda bir bağlıqçılarning bahasini bir anglab o'taylik, ha? 3-numurluq Mayer yuqorida aytgan Talki Tegi nomli naqshingizning so'zi, muzikasi, melodiyasi haqiqatan yaxshi ekan. Naqsha intayin yaxshi naqsh ekan. Sizmi naqshini yaxshi ijro qildingiz. En diqqat qilgan taraflar ovozingizning yuqori tuvan qismlari tekshir emas. Bunun için texmi yaxshi naqshi aytish qiziqdi ekansiz. Unda qo'ygandan keyin yaxshi mukammal naqshchi bo'lish uchun o'sha naqsh aytish bilimidan savat oling. Agar o'sha holatda naqsh aytsangiz, oxirigacha naqshni aytolmay qolasiz. Rahmat. Chunki ovozingiz buzilib ketadi. Siz shularni aytadi ekansiz. Buni bilim orqali, texnika orqali aytsangiz, texmi naqsh aytish umringiz uzun bo'ldi. Rahmat. Abdurrahim Ababekri ama tağılır diye nakşa. Bu xil oldu bu nakş çıktılı. Bir qancha ol ilerideki nakşçılarımız bunu etti. Şundak mı? To'g'ri. Kimler etti? Çıkıp mı? Çıkan algan bu nakşını. Etqallar biraz çıkarak. Bırak şiirleri şundak yaxşı. Rahmat. Yaxşı aldın nakşı asasiyetin to'liq o'rinlandi. Lekin Bay Abzizkam degandek ovoz ilmi ba'zi vaqtida rasmiy konservatoriyaga borib rasmiy san'at institutlarida rasmiy to'liq og'in bo'ladi. Odatdami mushu jihatda o'zingizning naqshni jiq anglab, boshqa naqshlarning yaxshi aytilgan naqshlarning ovozini anglab bersa, üzerindeki seli saldırsan, muşnundan mı bir bilim buludu? Gerçi ben fırsat bulmay kalsı var mı? Muşnun dizini bak. Avaz, yakşı nakşıların avazı zaten kandan çıkmadı. Aşını bunda eskısan, bilerlesen. Sen resmi ma. Livaylarni deymo. Ma yakışıklı kuladı avazın çoğu. Galığı öylep bir to'g'ri. Galığı meyaga. Nefes boğuluğluk raktırmadı. Çünkü bunu yoğurup çıkır. İlbayları deymat. Yoğurup çıkış gerek tabi bundan. Doğru. Bunun için mama kanayını iç gerekmeyene. Tınıkını, kanayını, tınıkı çoğunqırıp kanayını içiş bu cihet bak mühim derse. Bunu oylaş gerek. Nur hemen akışı konservatör bitegen emez kara. Mesela ben çoğulcuk dağı çıkkam diken bulbulu. İlinin bulbulu dedi. Nime degan chiroq ovoz. Aşu demak, nazariyasini o'zi dalamigini bilan amaliyotini bilib qo'ygandim-da. Ovozingiz nima uchun bunday chiqsa dalamaydi u. Chunki uning nazariyasini o'rganmagan. Lekin ashuni his qila olganda, mana qilsam ovozim yo'riq chiqar ekan deb. Mushton izdan. Rahmat. Bek galg'i yo'lab ketma ovozingni. Chunki mushjat izdan yo'qsan, keyinchi muzik seziming yaxshi ekan. Bo'ldi, xayr bo'lsin. Rahmat Serkan. Ma'lum ustozlarning bahasiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda Abdurrahim, ramag'ashtiramsiz? Bo'ldi. Rahmat. 3-numurlik Mayrimizmi o'ziniki naqshini aytib ketdi. Unda esa qizg'in alqishlar bilan 4-numurlik Mayrimizni sahnaga taklif qilamiz. Rahmat.
susayman bağrım alam sürükmen yalnızlıkta sana yetemeykenimden yakinsin gülersen şiirin aslına kaldı güzel sen beni üzersen de Oylab yüreğim hem kıynalar sen beni oylarsan mı Candın kaçtın canım bilen sensiz aklım boyu alar sen yüreğim bana burada ben bilittim kaç keysem o Candın kaçtın canım bilen sensiz aklım boyu alar sen yüreğim bana burada ben bilittim kaç keysem o Ben Şinjan Sanat İnstitutu'nun aktörlük kasbının okuyucusu. Bu yıl 3. yıllık çıktım. Bugün şu sahne arkadaşlar bilen yüz görüşkenligimden intayın hoşalman. Rahmat. İsim familiyanız? İsmim Şehzat Eli, yurtum Aksu Avatın. Aksu Avatın. Şehzat Eli. Qarşanımız, kasbınız aktörlük şunda mı? Şunak. 3. yıllık çıktınız. Sağ Unda olsa sahnimizga qanday bir maqsad bilan keldingiz? Ben sahnenin yaxşı görme. Özümde fakat sahnedelam namayan kıla alayım. Hem özümninki şu sanat türüge bolgan kızgınlığım meni şu to'xtamay mush sahnega chiqishga da'vat qildi. Sahne ko'zingizga chiqib olamsiz? Ko'zimga chiqsam bo'lmas. Yaxshi sahnalar bo'lsa, yaxshi baholovchi ustozlar bo'lsa, yaxshi tomoshabinlar bo'lsa chiqaverma. Rahmat. Sizni bir o'yinda ko'rganman. Etot o'ynab bergandingiz. Etotni yaxshi o'ynaysiz lekin. Normal o'rganyapman. Yaxshi o'ynaysiz. Unda bu fursatda o'zingiz o'ynagan etotlarning ichidagi o'zingiz eng yaxshi namoyon qila oldim o'zimni. Eng qiziq chiqdi musha deb o'ylagan yeringizni bir 20-30 sekund bir bo'lsa siz musha o'ynab bera olamsiz. Bo'ldi. O'ynab berasiz? Ma'qul, o'ynab bering. Men yerga turib turmanmi? Ma'qul. Buni bek yaxshi o'ynadim deyamayman. Özümün küçünün yetişçe tarihçi baktım, şununla kıskırgına bir islerge orlap beray. Oldu. Yaxşı şundan demet kılımı. İtotun ismi Ayıl Sökbiti. Araya oynap beray. Bu muallim ben bir yaman çıkılmadım, yengi ruhsat bersiniz olmamdı. Ben nakşı musabıkısı karnışıp bir altın medal alamısam, kümüşümden aldım bunu öp gelsem. Onu sizge bersem ayağınızı bir çıraylı kılıp bilezikte beni toklup bersiniz. Koşup kala okuydu. Ben koşup kaldım sizden. Çıkıp alım bu kadar kılınız katip olmadı. Köyüm geldi benimki. Rahmat bakımlarını koydum. Oldu rahmat. Şehzat onda olsa birlikte bizden bağlı ustazlarına bazı bir alab öteyle. Salam Şehzat Ali. Hoş geldiniz. Avazınız şarayetli, xelil yaxşı, sadaba, o'ttir ovoz tusiga ega bir yaxshi ovoz ekan. Hammamizga tanishlik bo'lgan bu naqshini eslarsan nomli naqshidimi? O'zgacha burunqi itqaloq o'xshamagan bir xil shakl bilan mukammal yaxshi o'rinladingiz. Bu naqshning burunqisida sal ko'taradigan avji ko'proq naqshidi. Siz avjining hammani tövanga tushiribroq boshqacharoq qilib aytibsiz. Bu o'zingizning xosligi bo'pti. Ovoz sharoitingiz yaxshi ekan, sahnadagi kayfiyat hamma tarafdan ko'rinib turdi. Sahnadagi xeli ko'nib pishibsiz. Sizning bundan keyingi san'at hayotingizga zo'r utuqlarni tilayman. Rahmat. Naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Mening qaylo'g'an yerim naqshi aytish jarayonidagi ovozingizdagi lirik hissiyotni aytdi. Yarqin ifodalandi. Uning ustiga naqshini o'zingiz xos holatda aytdingiz. Yani burun, Emre Gülmü dedi, burun başkalar başka şekilde etken. Bulupmu bazı sözlerini demak avazlı yülep. Bulupma Özbeklerde işte demak avazlı yülep etiş uslubu güçlü gerekçi.
Hem bizde Uygur nakşçılarda mektep ders ötkendimi tulsa avazını yoruk çıka, uçuk avazını çıka dep ders ötüdü. Şundak mı? Şu bizde bu yokap gidiyordu hazır yaşlarda. Başkalarının uslubunda orap gidiyordu. Manisiz şu nakşi yetiş jarayonida gavdlandiriniz. Şu altınızını yok atmayın. Uçuk avazda ifadeleşken nakşılarını. Muşnak ifadelirsiniz, esiniz, texmi nakşılarınız yaxşı bo'lib ketadi. Rahmat ablamızga. Ko'rinib turibdi, o'qigan bilan o'qimaganning farqi. Sistemli tarbiya ko'rgan odam sahnadagi taqib turishi, qiyofati hammaga diqqat qiladi. Bu aktyorlik kasbida. Sahnaga qanday mengib chiqish, qanday mengib tushishdan tortib, sahnada turgan chog'da badan tutish, chiroy mimikasi hammasini darslik qilib o'tadi, shundaqmi? Shunaq. Sizlarning birinchi darsinglar bu shu. Chunki sizlar badan bilan muhim rol o'ynaysizlar. Agar naqshchi sizning muhim boshqa o'zingizning kasbi bo'lmagan bilanmi, naqshni yaxshi o'rildingiz. Bayat Namragul degandek bu naqshni Abdulla Abdurim o'rilganda jondan kechdi jonim bilan degan ikkinchi qilib elishdi bir avjivat, shundaqmi? Shunaq. Siz uni nihoyat chiroyli hal qilibsiz. Chandumay. Endi shu jondan kechdi jonim bilan ashak kelgan chog'da ovoz sal bo'shab qolgan. Dastlab boshlangan ovozning bu ovozlarga dastlab qanchalik to'lqinda bo'lgan bo'lsa oxirigacha shundaq shu nimada menish kerak-ku to'lqinda. Lekin uning qattiq yumshoqligiga diqqat qilamiz. Bo'shab ketmaydi ovoz. Ashak kelgan naqshni avjiga kelgan ovoz sal bo'shab qoldi. Bo'lmasa qolgan mikrofonni jazim qo'yib yetishlaringiz, sahna turishlaringiz alayli kasbiy. Shundaq bir mundaq ko'rganim aymi bu kasbiy arsga digidek bir hukmni berdingiz. Bu mana o'qiganning patisi. Xo'p. 4-chi numurluq mayrimizmi o'ziniki naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 5-chi numurluq mayrimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Yüreğimdin utlu salam, esselam, salam halkim. Yüreğimdin utlu salam, esselam, salam halkim. Bu kuylerim şifa bulsun, miskin yüreklerge salam. Bu köylerim şifa bulsun, miskin yüreklerge salam. Taşlar meyli sırdaşlar, gelsinler merhaba salam. Ada anan kesip taşlar, ustazlarga yigilip salam. Ada anan kesip taşlar, ustazlarga yigilip salam. Assalam halkim, assalam halkim, sizlerge hürmettirdim tazım. Salam anacan, salam ustazim, sizlerge baxit yar bulsun daim.
bulsun daim. Salam anacan, salam ustazim, sizlerge vermektir din tazim. Salam anacan, salam ustazim, sizlerge bakit yar bulsun daim. Aldı özünüz bir konuşup etken bolsanız. Assalamu alaykum hurmatli ustozlar va tavanda tug'an barliq tomoshabinlar. O'zim Koruldan keldim. Ismim Tahirjon Aziz, kasbim naqsh aktyor. Naqsh aktyor. Naqsh etsiz ham aktyorlik qilasiz, shundaymi? Koruldan. Xizmat o'rningiz bu Koruldanmi? Xizmat o'rnim Korulda. Nerede xizmat qilasiz? Madaniyat idorasida xizmat qilaman. Korulda shaharlik madaniyat idorasidami? Yaxshi. Unda bo'lsa, Navo sahnemizga qanday bir maqsadlar bilan keldingiz? Navo sahnesiga men endi kichigimdan san'atga bo'lgan o'tdek qiziqligim bo'lg'achqa, shu Navo sahnesiga o'zimning bir qancha naqshlarini olib keldim. Siz kichik vaqtingiz yo'qdi-da, lekin Navo sahnesi. Kichik vaqtim bo'lmasam ham kichigimda san'at qiziqdim. Ana cho'ng bo'lgandan keyin chiqdi bu Navo. Arloq maktabdan bitirib. Qaysi maktabda bitirgandingiz? Qashqar san'at maktabi. Qashqar san'at maktabi. Kichkingizni naqsh etamdingiz? Kichigimda naqsh etdim. Oilalarning hamda dadam, opamma san'atga qiziqgan kichigimdan san'atni shularning turkisidan ham shularning qo'llab-quvvatlashi ta'sir bilan naqsh etsiz deyli. Unda bo'lsa, Navo sahnimizga kelishdan burun boshqa hamshlar Navo sahnasiga o'xshash cho'ng sahnalarda naqsh etib boqqanmidingiz? 2013-yili 7-oyda maktabim Qashqar san'at maktabini bitirib kelib, o'zimning tunji navbatlik ijodiyat san'at kechiligini ko'rildi. O'tkazib, plastinkalarni taqatdim. O'zingizning naqsh kechiliginiki. O'zimning ijodiyat naqsh kechiligini taqatdim. O'zingizning ijodiyati. Hammasi o'zingizning ijodiyatimi? O'zimning ijodiyati. Bo'ldi, yaxshi. Unda bo'lsa biz bog'liq ustozlarning bahosini olib o'taylik. Ovozingiz doirasi tarroq, lekin xilil ta'sirlantirish kuchiga ega, yaqinliq bir yaxshi ovoz ekan. O'z ijodiyatingizdan Salam xalqim nomli naqshingizni aytibsiz. Naqshim nihoyat yaxshi yezilibdi. Naqshning melodiyasi bilan naqsh tekstlari yaxshi moslashgan. Sizmi o'z ijodiyatingiz bo'lganlik sababidanmi naqshni shunchalik mardona yaxshi aytib berdingiz. Usulchi qizimizmi usul harakatlari bilan yaxshi moslashdi. Lekin sizning shu usulchi qizimiz bilan bo'lgan moslash az bo'lib qoldi. Cho'qim yeningiz atrofingizda bir go'zal usulchi qizimiz sil o'ynayotgan naqsh aytganda bo'lmasimi, naqsh pauzlarda ancha-muncha beqishib, moslashib qo'ygan bo'lsangiz, meningcha men naqshininki, men nomerning badiiy qiymati texmi yuqori bo'larmikin degan umidda. Keyingi bosqichlarda mush taraflarga diqqat qiling, omad tilayman. Siz Qashqar san'at maktabida mush kasbni o'qibsiz. Taqdirqingiz, san'atga bo'lgan ishtiyoqingiz ko'rinib turdi sahnada. Mana bayqa naqshni Salam xalqim o'zingiz ijod qilibsiz. O'zingiz yezibsiz mush naqshni. Tekstchi. Tekstimiz ham. Mana buni mush naqshni Uyg'urchaga xos deymiz. Bizning millatimizga mushtaqni qarab buni day milliy shiva Uyg'urcha praktika. Mana mush naqshlarni elektron çalgılar bilan azıq zaman muzikalar bilan shundoq yaxshi chep o'rlab qo'yamiz. Shundoq tangishim shundoq yaxshi bo'lib turibdi. Naqshni shundoq chiroyli puraqlarni shundoq yaxshi aldınız. Ovozingizda azroq bir yorug'likni bundan keyin paydo qilsangiz, texam yaxshi bo'ladi. Amaterimiz. Bog'liq ustozlarning bahosiga ko'p rahmat. Unda bo'lsa qolgan mahirlarni sahnaga taklif qilamiz. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqidagi 5 mahirimizni o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa tomoshabin do'stlar faraz qilib boqqan bo'lsanglar, bugungi 5 mahirimizning ichida zodi qaysi mahirimiz haftalik yulduz bo'ldi? To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga mukofot bo'yinimiz bor. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Shinjong yo'lliq xalqaro sud chekishga ta'minlangan
yo'lliq markasidagi yarışımlıq kostyum bilan mukofotlaymiz. Menimcha 4 numaralı mayırını yaptırıp yıldız buldu da parayma. Menimcha 5 numaralı mayırimizni yaptırıp yıldız bulup tanlandı dep o'ylayman. Menimcha 1 numaralı mayırni aptilik yıldız buldu deb qarayman. Menimcha 2 numaralı mayırni aptilik yıldız bulankin dep o'ylayman. Menimcha 3 numaralı mayırni yaptırıp yıldız bulamdikin dep qarayman. Kanal yönetimay turgan qisqalandikin mahirlarning natijasini birlikda ko'ramiz. Xudo bo'lsa, tomoshabin do'stlar qo'linglarga bilet tashmoqchi ilib, o'zinglar 5 mahirning ichida qaysi mahirni yoqib olgan bo'lsanglar, shu mahirning raqamini yuqori ovoz to'lab bilet tashlashinglar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mübarek olsun. Kaynoqlarga o'rgilib natijalarni ko'rib qolsanlar bo'ldi. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuban tushib, ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Abdurim. Ko'nglingiz yer bo'ladi. O yo'q, yerim bo'lamdi. Ko'nglim yerim bo'lmaydi. Men shu sahnaga chiqib qo'shildim. Yaxshi ko'rgan oqshamni sahnaga chiqib oldim. Ustozlarimning talablarini ilib oldim. Bundan keyin men tirishib, shu naqshini yaxshi etib, bundan keyin yana qaytib, yana sahnaga chiqishni. Rahmat. Qadrim, Navoiy sahnimizga yana qaytib kelishingizni biz uchun ko'nglimizdan umid qilamiz. Hamda bir musobiq xarakterini olgan program bo'lgan uchta ikkinchi, uchinchi bosqichga o'tmaydigan ahvollar ko'rilib turdi endi. Bo'ldi, rahmat sizga. Qizg'in alqishlar bilan Adrimni o'zib Bizning naqshimiz bosqichimiz nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa ikkinchi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar. Rahmat. Sultan gibi çarpmadan sevgi yurtuzi, volkan gibi lavdaydı ateştir kalbim. Acep şirin baldek tatlı kılgan sözleri, güzellerin güzeli Uygur kızları. Acep şirin baldek tatlı kılgan sözleri, güzellerin güzeli Uygur kızları. Uygur kızları, Uygur kızları, güzellerin güzeli Uygur kızları. Acep çapkan bir cüpçüler işcan kolları, Burak gibi yapıraydı şehla gözleri. Uzun uzun Mecnun kaldık sumbul çaşları, güzellikte pındaşsız Uygur kızları. Uzun uzun Mecnun kaldık sumbul çaşları, güzellikte pındaşsız Uygur kızları. Uygur kızları, Uygur kızları, güzellerin güzeli Uygur kızları.
Rahmatcan, qayg'urlasangizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, bu balani qo taniymiz endi. Odatda tish doktori. Navosahimizga jiq kelgan. Do'stimning ismi Ibrohimjon. Hozir o'qiyotgan maktabda ichkirda bir tish doktori. Tishda bo'lgan bir kasb maktabda o'qiydi, uni o'qimaydi ekanman. Maktabni. Lekin yaqin og'ayman. Men hanuz uchun toz yaxshi so'zlayolmayman asli. Maktabning ismini toz to'liq deyolmay qolmayman. Yaxshi so'zlayman, ichkirda bilan tugatdim-da. Ha, shu. Undan İbrahimcan o'zbek to'liq deb bilsin, ha? Bo'ldi. Benim ismim İbrahim Enver. Özüm bekçik tanıştırıp kettim izimni. Shandongdagi Shandong Jinandagi Jongi Dashoda o'qiyman. Jongi universitetida. Jongi universitetida Ig'iz boshliq tiboratida o'qiyapman. Bu yil o'qishim bitdi. Bu yil o'qishingiz bitdi, ha? Bo'ldi İbrahim, sizni qizg'in qarshi olamiz. Nihoyat bir chiroyli ijodiyat o'tdi. Sizning o'zingizning ijodiyatimi? Shunday. Tekstimi o'zingizningmi? O'zimning tekstim. Nasıl shunda sho'q obdan nasibga lekin men past o'tirib birisini mushtaqli va sutga deb qoldim. Az deganda bir ikki uyg'ur qiz chiqib usul kiyim kiyib bir usul o'ynab bergan bo'lsa mushtaq bak yaxshi bo'lardi ekan. Shuni faqat ulgurib olaman. Men chiqib o'ynab ketay desam uyg'ur qiz degan naqsh kelib shuni o'zim tutib oldim. Bo'ldi unda birlikda bog'liq ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Mana shu pek chiroyli yozibsiz. Rahmat. Tipsi shundoq jushqon melodiyasi shundoq yaxshi bo'libdi. Teksim shundoq yaxshi ekan. Sizning bu jihatga talantingiz ajoyib ekan. Bu o'tkildimi? Muvaffaqiyatli o'tishinglarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat Dilshatga. Boya Dilshat degandek, men Uyg'ur qizlari degan naqshini yaxshi ijod qilibsiz. So'zimi yaxshi, muzikasi, melodiyasi yaxshi. Men deydiganim, hechkimga aytdinglar emasmi? Endi shundoq yaxshi bir naqshining melodiyasini yozgandan keyin albatta uning akkordini yozishingiz kerak deydi. Akkordini yozgan bo'lsangiz, texmi naqshingiz texmi badiiy aloyligi yuksak bo'ladi. Buningki mustaraflarga diqqat qildim. Bo'ldi. Shuni yaxshi ijro qildim. Rahmat Abdulazizga. Bog'liq ustozlarning bahosiga ko'pdan-ko'p rahmat. Unda bo'lsa, Rahmat. rahmat sizlarga. Qayg'urlash bosqichidagi birinchi nomerlik moyirimiz o'ziniki qayg'urlash bilan nomerini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan ikkinchi nomerlik moyirimizni qayg'urlash bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Meni suyup qalğandımı o'xshaysiz. Chin sadoqat to'g'risida dodlaysiz. Meni suyup qalğandımı o'xshaysiz. Chin sadoqat to'g'risida dodlaysiz. Meni suyganman o'zgan qiz desam, yana boshqa yigitlarni yodlaysiz. Meni sevganman o'zgan qiz desam, yana boshqa yigitlarni yodlaysiz. Hey qiz, üzme ko'z, meni boshqa yigitlarni yodlaysiz. Hey qiz, üzme ko'z, yana boshqa yigitlarni yodlaysiz. Sizni ko'rgan kundan beri o'zim yo'q. Minglab yigit ko'ysin menda so'zim yo'q. Sizni ko'rgan kundan beri o'zim yo'q. Minglab yigit ko'ysin menda so'zim yo'q. Tang'liq tog'da ammo bosqin izim yo'q. Ertanima shoxdan shoxqa otlaysiz. Tang'liq tog'da ammo bosqin izim yo'q. Ertanima shoxdan shoxqa otlaysiz. Hey qiz, üzme ko'z, ertanima shoxdan shoxqa otlaysiz. Hey qiz,
başka yiğitlerini yatlaysız. Hey kız, üzme gönül kız. Nime başka yiğitlerini yatlaysız. Hey kız, üzme gönül kız. Eğitim nime şaktın şakta ağlaysız. Hey kız, üzme gönül kız. Eğitimle şaktın şakka ağlaysız. Beni suyumsuz mutluluğa gelmeysiz. Assalamu alaikum inim. Aleykümselam. Sahtimizga xush kelibsiz. Ahliyar, ağaynangizni tanıştırıp o'ting. Bu yoq bo'lsa mening bir maktablikam ham akam bo'lgan, ham ustozim bo'lgan. İsmi Davranjon. Davranjon qarshi olamiz. Nayt yaxshi hamkorlik, chiroyli bir naqshini sovg'a qildinglar, ko'pdan ko'p rahmat. Unda olsa birlikda biz ba'zi ustozlarning bahosini bir anglab o'taylik. 2 numaralık Mayır üzümü köngülge degan naqshini icra qilinglar. Yuqoridagi o'sha naqshini icra qilish jarayonidagi ovozinglar haqiqatda yaxshi. Naqshinimi yaxshi icra qildinglar, ovozinglar, muzikalik o'yintisinglar, muzika hissiyatinglar yaxshi bo'ldi. Endi taklifim bu ikkinlarning chiqib aytishi faqat shakl uchun bo'lib qoldi-da, endi aslida bir qiz usul o'ynagan bo'lsa, aytgan bo'lsanglar bo'ladi. Ikkinlarni bir qiz haqida naqsh aytib ketdinglar. Endi talashqandek moshunda talashmasanglar, yigitlar o'zinglarga ishonchi, qizlar qalbida ishonch paydo qilsanglar, mas'uliyatchan bo'lsanglar, qizlarni o'zmi ko'ngil bo'lib ketmaydi. Çoxum qizlarni o'zinglarga ishondiradigan mas'uliyatchanliginglarni to'liq gavdalantiradigan holatga kelsanglar, qizlar haqiqatan vafodor bo'ldi. Shuning mush taraflardagi naqshini aytsanglarmi texim yaxshi. Naqshini yaxshi ijro qildinglar. Hizmet yol kız. İşkinlarının avazım şuna kıyıştı. Ben nasıl etken çatmaya kağıt karab oturup karsam, bir adam bir kitap karsam, işkinlar kız. Avazına şundan okşaydı ki. Sahnik hissiyat emicati gap yok. Muşu basmıştın, galibilik ötüşüne ümit kılmayacağım mı? Rahmet. Bo'ldi, rahmat. Aldırsan programımızga qısqa yo'llar shakli orqali qatnashgan ko'rmalarımızın arasından 2 talaylik abonentimizni tanlab chiqamiz. Unda bo'lsa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Talaylik abonentimizning telefon nomeri 152 76 Yanginava 70 24 muborak bo'lsin. Sizga mukofot bo'yinimiz bor. Sizni Şinjan Quttal xalqaro so'lchakli shirkati ta'minlagan Quttal markalik yuridik iste'mol maylari bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Bunda olsa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan yana bir qaytam aylansin. To'xtasin. Talaylik abonentimizning telefon nomeri 158 99 Yanginava 99 97 muborak bo'lsin. Sizga mo ko'ngil so'g'imiz bor. Sizni Şinjan Yuran xalqaro so'lchakli shirkati ta'minlagan jalbkor yuristik oliy atirlar bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Qeyrinlaşa basıpçıdaki 2. numaralık mayırımızın özünki qeyrini sülen naqsını etip etti. Ondan olsa 4. numaralık mayırımızı qeyrinlaşa bilen səhki təklif qılımız. Rahmet. Sıfralar dün kaçtım sınıfa. Laylılardan kaçtım sınıda. Sıfralardan kaçtım sınıda. Laylılardan kaçtım sınıda. Hıyollardan kaçtım sınıda. Bilmeysen, bilmeysen. Haydi sen de bilmeysen. Kaçtım sınıdan. Dünyalardan kaçtım sınıdan. Zamanlardan kaçtım sınıdan. Dünyalardan kaçtım sınıdan. Nimen kaldı yendi sınıdan. Bilmeysen, bilmeysen. Haydi sen
Qandan tükürgen yığlaşını hem bilir Qandan tükürgen yığlaşını hem bilir Yığlap derdin tügümez Aşkın dilimni sen Yığlap derdin tügümez Aşkın dilimni sen Bilmeysen Bilmeysen Haydi sen de Üzlemeysen Bilmeysen Bilmeysen Haydi sen de Üzlemeysen Şehzat, sanımız kim oldu? Bu dostumның ismi Dilnar. Çoğun Minzudaşı Yeni Merkezi Milletler Üniversitesi'nin usul kesbini bitirdi. Usul kesbini bitirdi. Şunak. Kaçan? Bu yıl bitirdi. Bu yıl bitirdi. Yakın dostunuz olamdı? Ha, yakın dostum. Oldu onda olsa, Dilnar'nınki sizge bo'lgan bir yurak so'zni anlab o'taylamdi. Mening hamda do'stim Shirzod Xudaydan gapim. Mishqitimliq Navo programmamizda birinchi bo'lib chiqishni umid qilaman. Maktab bitirib qoldingiz? Ha, bitirdim. Xizmat o'rningizcha xizmatga o'rgalaysizmi yo? Hozircha mana bu o't o'chirishdan keyin, mudofaa o't o'chirishdan keyin usul. Pixrab o'tiribsiz. Asal ishlotlar. Bo'ldi. Xizmatingizga utuq tilaymiz. Chiroyli usulingizga ko'p rahmat. Unda biz birlikda Sherzodga Bağlıç ustazlarının bazılarını bir anlab o'taylik. İkinci basqıçımızda Bilmeysen namlıq Özbekçeden özləştirilgan naqshni etkapsiz. Naqshimi ovozingizga bek tushibdi. Ovozingizga barliq alaydiliklar, yuqori tövəndiki alaydiliklar naqshida to'liq ifodalanibdi. Naqshinimi cho'nqir hissiyat, mas harakatlar bilan mukammal o'rinladingiz. Bo'libmi usulchi qizimiz sho'x nafs harakatlari bilan sizga nihoyat qizg'in aktiv ovoz qo'shib yaxshi moslashdi. Keyingi bosqichga muvaffaqiyatli o'tishingizni tilayman. Rahmat. 4-cü numurluq mayırımızmı özünki qeyrimiz bilen numurunu ko'rsatdi. Onda olsa qizg'in alqışlar bilan 5-ci numurluq mayırımızı qeyrimdaşlar bilan sekinlik taklif qilamiz. Rahmat. Safarga otlik mangan aman bo'lsin. Safarga otlik mangan aman bo'lsin. Avamni elbiga dangran aman bo'lsin. Avamni elbiga dangran aman bo'lsin. Gülgeni çakçak yaplara yağmur bulutlardan aman olsun. Süzük yağmur bulutlardan aman olsun. Yolni kırıp konsa
kim buldu bu yak? Bu dostumuz ismi Muradulcan Özce Sanat Mektebi'nin müzik fakültesi. Müzik fakültesinde. Ne kesipte? Temur kesbidi. Temur kesipde. Ha. Nechinchi yil chiqdingiz? Birinchi yillikda. Birinchi yillikdami? Ha. Xinjiang san'at institutida o'qiyapsiz, shundaqmi? Yaxshi bo'pti. Toyirjon ham ko'rishib, chiroyli naqshni o'rnab berdilar, omon bo'lsin degan naqshiga. Unda bo'lsa biz birlikda bog'lovchi ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Aman bo'lsin nomli bu naqshni yaxshi o'rildingiz. Bu naqshning so'zi va musiqasi Asqar Muxtar. Shundaqmi? Bu bir hissiyotni bak talab qildi. Ikkinchi texnikani bir xil talab qildi. Osh avjlarga ko'tirdi avjlar bor-ku, ashalar xeyli kuchli. Ana ustiga bir tiniq bilan uzun deb tayyorlanajak bo'lar. Men bu narsani aytmoqman, lekin men tushmaydi. Shundaqmi, lekin bu narsani yaxshi ko'raman. Birsi esa bak qilib anglayman. Abdurrahim shunda yaxshi aytgan, shu sababdan bu narsani nurg'un yoshlar uyinib, sizmi mana bugun sahnaga yetib kelibsiz. Shu o'tkildan qalbiga o'tishingizni yana umid qilaman. Rahmat Shekka. Bog'lovchi ustozlarning bahosiga ko'p rahmat. Aramag'ashtiramsiz. Bo'ldi, rahmat. Unda esa qolgan mayirlarni sahnaga taklif qilamiz. Bizning qarindoshlar bosqichimizmi nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashi hal qilg'uch paytlarga yana qadam qo'ydik. Undaq bo'lsa, qo'lingizga bilet tashishni elib, o'zingizlar eng yoqtirgan mahirning gap numerini yuqori ovoz to'lab bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 3 2 1 Mübarek olsun, neticelerni ko'rib olinglarki, kenarlarga o'rilib, yana bir qatim ko'rib olinglar. Haftada bir yulduz bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuvan uchib, oxirgi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar. Mahliyar. Haftada bir yulduz bosqichimizga o'tmay qoldingiz. Haftada bir yulduz bosqichimiz o'tib qolgan bo'lsangiz, qaysi naqshni aytib berdingiz bizga? Tefi degan naqshni. Kelmaganga sen tefi degan naqshmi? Ha. Afsus. Mahliyarning bu naqshini anglayolmay qoldik. Endi boya o'zlab o'tgandek Xinjiang san'at institutining tayyorlik sinfida o'qiyapti emasmi? Endi yana 4 yil shu maktabda o'qiydi degan gap. Balkim 4 yilgacha Navo programmamizga qayt kelishim mumkin, shundami? Bir 2 yil muqamni ravriz o'rganib o'tgandan keyin yoki uningga muqammay balkim bizga keyingi vaqtlarda kelib qolsa muqamlarni aytib berishi mumkin deb o'ylaymiz, ham shunday bo'lishini umid qilamiz. Hamda mush paytlarda sizga bir ikki yurak so'zingizni anglab o'tgan bo'lsa ham. Shu Navo seksiyasiga chiqishim men uchun bir g'alaba deb o'ylayman. Meni qo'llagan tuqqanlarimga chin ko'nglimdan rahmat deyman. Bo'ldi Mahyar. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Yana 4 yil muqamdan dars olasiz. Maktab bitagich bo'lgan orliqdagi maktab bitagandan keyin sizga bir haqiqiy bir muqamlarni voya yetkazib beradigan da'liq bir muqamchimiz bo'lib qolishingizni umid qilamiz. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Qizg'in alqishlar bilan Mahyarni tutamiz. Siz yaxshi ko'rgan Mahir Navo sahnasini qo'shishgan bo'lsa, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib, 106 266 19 ga qisqa usul yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirni Navo sahnasimizga yana qaytarib kela olasiz. Xo'sh, tomoshabinlar, bizning qarindoshlar bosqichimiz nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Endi oxirgi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizning eng oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz. Rahmat.
canda da yaxşı tile dualarını biz dileyimiz mikrobanda da yaxşı tile dualarını
Haftada bir yıldız basışıdaki 3 mayırımızın özünki naqsini aytib o'tdi. Unda olsa bağlıqçı ustazlarning bahasini anlab o'tgan bo'lsak. 5-numurluq mayırımız Tahircan. Manaqşa Mahmud Süleyman 1990 yılı aytqan bu naqshni. Ben Şanghay Müzik İnstitutiga borgan vaqtida Mahmud Süleymanning Qashqardagi vaqti shu vaqtda bir kaset dinsi chiqqan. Başta da bu naqsh chiqdi. 25 yıl oldu dedi. 25 yıl oldu mana bu naqsh. 25 yıl aldan men uygunib aytgandim. Hozir aytdim. Gitar bilan chip etsam shunday aytdim. Aytgitimi azaldi. Yaxshi ko'rma bu naqshni. Bu naqshning biroz qiyinlik darajasi bor. Atam sormaydi halimni. Cebir kalktı gayrı. Anam sormaydı halimni. Bir kalktıra buraya var. Eşen alamın oldu. Kağa yerlerin hemmesi dürüst oldu. Lakin avazın sır titrep kaldı ma basmıştı. Ben 4. numurluq mahirimiz üstü toxtulub ötey. Bu basqışta sizmi naq meydanda Terek Postan namlıq həmmimizге tanışlıq bolğan naqşı etkəpsiz. Naqşı gerçi azraq özgərtib etilgan bilan yeniçi bir xil uslubda akkordlaştırıb etibsiz. Lekin naqşının xeyli bədii qiyməti var. Bizga xeyli bir bədii zuq ata qildi deb qarayman. Yanıl gepim shu. Omad tilayman. Rahmat. Birinci numurluq mayıra. O qatimki basqışda Dada namlıq naqshini icra qildingiz. Sözü, muzikisi özünüzningki, icad etmi yaxshi bo'pti. Nurg'unla ana degan naqshlarni jiq aytadi. Siz Dada degan naqshini aytibsiz. Dadalarni albatta madiylash kerak. Mazmun yaxshi ekan. Naqshingizning melodiyasi yaxshi. Endi buningdan naqsh ishilganda texmi, haliqi murakkab, sal mahorat ko'rsatgan taraflarni ifoda qilishingizni umid qilaman. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. Hammalarga omad yorulsin. Rahmat. Bağlıqçı ustazlarning bahasini anlab o'tdik. Bugungi 3 mayrimizning ichida zodi qaysi mayrimiz haftalik yulduz bo'lganda, bugungi haftalik yulduz bo'lgan mayrimizga ko'ngil so'g'imiz bor. Bugungi haftalik yulduzimizni Sarqil xalqaro so'z chekishga ta'minlangan, mos qadamlik mismotor satlangan, qo'sh motorliq bu sumirish iqtidori alayda kuchli bo'lgan Sarqil markazidagi buz tatqu bilan mukofotlangan. Yıllık çempiyonumuzni diyarımız hanım kızlarının güzelliği için üzlüksüz izlenip kelayotgan Şinjan O'snigul Soda Çekişerlikte bir maşini bilan mukofotlaydi. Bu fırsatda mening kiyimimni ta'minlab kelayotgan Dönkörük Soda bozori 3-qavatda joylashgan Dafari kiyimlarini maxsus etish do'koniga alayda rahmat aytamiz, rahmat sizlarga. Yana bu fırsatda Şinjan O'snigul Soda Çekişerlikte, Şinjan Yolluk Xalqaro Soda Çekişerlikte, Xushalliq Soda Çekişerlikte, Divan Ayaq şarkısı 4-qavatga joylashgan Muxlisa Gölçiliki qatorliq o'rinlarga alayda rahmat aytamiz, rahmat sizlarga. Bundan olsa tomoshabin do'stlar, programmamizning bosh qismida bu 3 mayirimizni haftalik yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabinlarimiz nada o'tadinglar kim bir o'rinlarda turib ekan bo'lsanglar. Hozir mayirlarning natijasi kelib chiqdi. Biz oldi bilan Faraq Qula vakillarini 3 mayirimizga nomer berishga taklif qilamiz. Oldi bilan 1-numurliq mayirimiz Mahmudjonga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan Faraq Qula vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 20 nomer mübarek olsun. Ondan sonra 4. numaralık mayırımız Sirzat'a qo'lidagi 10 numarani berishni xohlaydigan Faraq Qula vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 3, 30 numar mübarek olsun. Ondan sonra 5. numaralık mayırımız Tahirjonga qo'lidagi 10 numarani berishni xohlaydigan Faraq Qula vakillari taxtalarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 20 numar mübarek olsun. Ondan olsa, tomoshabin do'stlar qo'lingizga bilet tayyorlashni elib, o'zingizlar yoqtirgan mashinaning rad numerini yuqori ovoz so'lab,
mahirlarga bilet taşlasanlar buludu. Bunda olsa bilet taşlaş başlandı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mübarek olsun bizden bugünkü haftalık yıldızımız Şırzat. Mübarek olsun. Bizden 4. numaralı mahirimiz Şırzat'ın bugünkü haftalık yıldız buldu da tarasıkan tamaşbinimiz. Mübarek olsun sizin Şinjan yolluk halaklar sosyal şirketi emilgen yolluk marketçiliki yarışımlık kasım bilen mükafatlayımız. Mübarek olsun. Onda olsa biz bağlık ustazlarının bugünkü haftalık yıldız şundakla kalan mahirlarga mükafat longsini şundakla gül destelerini yetkizip berişi teklif kılımız. Rahmet.